Statistika ma'lumotlariga ko'ra, joriy yilning shu kuniga qadar piyodalar ishtirokida 133 ta yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan bo'lib, ushbu holatlarda 22 nafar fuqarolar halok bo'lgan, 116 nafari turli darajada tan jarohati olgan. Bunday holatlarning yuz berishiga asosiy sabablardan biri piyodalarning yo'l harakati qoidalariga amal qilmasliklari bo'lsa, yana bir sababi haydovchilarning yo'lni kesib o'tayotgan piyodalarga yo'l bermasligidir. Piyodalar ishtirokida yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida qoidabuzar piyodalar bilan muntazam ravishda kurashib kelinmoqda. Ana shunday tadbirlarning navbatdagisi Yozyovon tumani bo'ylab o'tkazildi. Belgilanmagan joydan kesib o'tganligi uchun sizga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib qo'yapman. Birinchisi kechiriladi-yu, gamandir. Sizni hayotingizga xavf soladigan joydan kesib o'tyapsiz. Ma'muriy huquqbuzarliklarga doir kodeksda piyodalar yo'lning belgilanmagan qismidan kesib o'tganligi uchun jarima belgilangan. Biroq aksariyat piyodalar ushbu qoidalarga rioya qilmay o'z hayotlarini xavf ostida qoldirmoqda. Yo'l-patrul xizmati inspektorlari tomonidan piyodalar bilan profilaktik ishlar olib borilib, ularga yo'l harakati qoidalariga amal qilishlari tushuntirildi. Yo'lda belgilanmagan joydan kesib o'tmang. Piyodalar yo'lakchasidan doim hamisha xavf yo'qligini hisobga olgan holatda keyin kesib o'ting. Harakat davomida o'sha piyodalar yo'lakchasidan, yo'l aloqa vositasidan foydalanmang. Hop, mana shu o'qib olasiz bir qator. Sizga kerakli ma'lumotlar ham bor buning ichida. Tadbir davomida piyodalar bilan birgalikda velosipedchilarga ham alohida e'tibor qaratildi. Qoidalarga ko'ra, velosipedchilar yo'lni kesib o'tishda o'z hayotini xavf ostida qoldirmasligi uchun velosipeddan tushib, uni yetaklab o'tishi lozim. Piyodalar o'tish yo'lakchasida piyodalar o'tish qoidasiga amal qilmayapsiz-ku, hurmatli fuqaro. Velosipeddan tushib, telefonda gaplashmasdan harakatlanib o'tish kerak. Hushyor va ogoh holatda. Tuman markazida transport vositalari bilan birgalikda piyodalarning ham harakat jadalligi yuqori. Avtomobillarning erkin harakatlanishi uchun tekis va ravon yo'llar barpo qilingan bo'lsa, piyodalar yo'lni kesib o'tishlari uchun piyodalar o'tish joylari mavjud. Ammo ko'rib turganingizdek, ba'zi haydovchilar yo'lni kesib o'tayotgan piyodalarga yo'l bermay harakatlanishmoqda. Yo'l harakat qoidasini 109-bandini buzganingizga harakat chekilyapti. Ko'ryapsiz, piyoda u tomondan ham bu tomondan ham o'tyapti. Ko'rdim. Piyodalar yo'lakchasidan harakatlanyapti. Yo'l bermasdan o'tib kelyapsiz. Marhamat qilib hujjatlaringiz bormi? Amaldagi yo'l harakati qoidalarining 91-bandiga ko'ra, transport vositalari piyodalar o'tish joylaridan oldin 10 metrdan kam masofada to'xtashlari taqiqlanadi. Ammo mana bu avtomobil haydovchilari esa ushbu qoidalarga amal qilmay, piyodalar hayotini xavf ostida qoldirmoqda. Birinchidan to'xtash qoidasini buzyapsiz. To'g'ri qo'yish, parallel qilib, yo'lga parallel qilib qo'yish o'rniga archasimon qilib qo'yapsiz. Ikkinchidan yo'l belgisi. 516 yo'l belgisi bu. Piyodalar yo'lakchasi. Siz avtomobilda harakatlanasizmi yoki piyodami, yo'l harakati qoidalariga amal qilishingiz lozim. Yo'l transport hodisalarini oldini olish, fuqarolarning hayotini saqlash maqsadida bunday tadbirlar viloyatning barcha hududlarida olib borilmoqda.